Ota-ona uchun bola bu quvonch, baxt va cheksiz muhabbat manbai. Ayrim bolalar uchun ota-ona esa bu ehtiyojlarni qondiruvchi, cheksiz pul manbai. Agar bu manba qurib qolsa, tugab qolsa, buning yo'li bir: o'lim. Salom. Mening ismim Zamira Bilol va siz mening kanalimdasiz. Bu yerda esa seriyali manyaklar va olamshumul jinoyatlar to'g'risida qisqacha ma'lumot olasiz. Bugun sizlar bilan birga butun dunyoni larzaga solgan jinoyatlar to'g'risida mulohaza qilamiz. Nima uchun bu jinoyatlar hammani shokka soldi? Chunki jallodlar o'zining bolalari. Qachonki o'smirlar ota-onasini o'ldirish kabi fojiaga duch kelsak, birinchi bo'lib bu agressiya deb o'ylaymiz. Ammo ko'p hollarda bu agressiya emas, bu ancha murakkab psixologik va ba'zan psixiatrik jarayon. Psixolog so'ziga ko'ra, millionlab odamlar hayotiy kechinmalarni boshdan kechiradilar, ammo zo'ravonlikka qo'l urmaydilar. Sog'lom insonda bir nechta tizim ishlaydi: to'siq, axloqiy taqiq, empatiya, yaqinlarning dardini his qilish qobiliyati, aql, yechim topish qobiliyati va hissiyotlar, qo'rquv, sharmandalik, g'azab. Bunday chegaradan o'tish uchun bir necha omillar to'g'ri kelishi kerak. O'smir kuchli regressiya holatida bo'lsa, ya'ni o'tkir qo'rquv va fosh bo'lishdan qo'rqish ta'sirida psixika torlashishi mumkin. Tunnel ko'rish paydo bo'ladi. Ya'ni hech narsa ko'rinmaydi, faqat bir obyekt ko'zning oldida turadi. Shunda shu obyektni yo'q qilish kerak yoki o'zi yo'q bo'lishi kerak. Bu paytda reallik buziladi, alternativ yechimlar ko'rinmaydi. Xato qilish, zaiflikni tan olish va tirik muloqot uchun joy bo'lmagan oilalarda agressiya yillar davomida to'planib, shu kabi fojialarga olib kelishi mumkin. Hozir sizlar bilan birga statistikaga nazar tashlaymiz. Bu juda ham qiziq. Meni ham ayrim faktlar shokka soldi. Misol uchun, AQSh statistikasi bo'yicha bolalar otalarga qaraganda onalarni ko'proq o'ldirar ekan. O'rtacha hisobot bo'yicha AQShda har haftada taxminan 5 ta ota-onani o'zlarini tug'ma farzandlari o'ldirar ekan. Shunga qaramay, juda kam uchraydigan hodisa deb hisoblashar ekan. Onalar va otalarning o'ldirilishi AQShdagi barcha qotilliklarning taxminan 1% tashkil etadi. Yuqorida aytganimdek, otalardan ko'ra onalar o'z bolalari qurboni bo'lar ekan. Har 4-qotillik o'zining qizi tomonidan uyushtirilar ekan. 82% bolalar qotillikni yolg'iz o'zlari bajaradilar. Qolgan 18% o'ziga sherik topishar ekan. Ishlatiladigan quroli oshxona pichoqlari va o'qotar qurol. Ota-ona o'limida ayblangan farzandlar ichida 84% 18 yoshdan yuqori bo'lgan bolalar va 17 yoshgacha bo'lgan bolalar 16% ni tashkil etadi. Afsus, 17 yoshgacha bo'lgan o'smirlar tomonidan sodir etilgan qotilliklar
ko'payib bormoqda. Chunki ularning psixikasiga ta'sir qiladigan gadjetlar, ya'ni elektron qurilmalar kirib keldi. Va albatta misollar keltirib o'taman. 21 yoshli James Will 1992-yil Kaliforniya shtatida katta merosni o'zlashtirish uchun qotillikka odam yollaydi. Natijada ota-ona hamda kichik singlisi hayotdan ko'z yumadi. O'zi esa butun umr qamoq jazosini oladi. (2021-yil) Viskonsin shtatida Chandler Halderson ota-onasini yo'qolgani to'g'risida politsiyaga ariza beradi. Ammo tergov Chandler ota-onasini otib tashlaganini va bo'laklarga bo'lib berkitganini isbotlab beradilar va sud orqali bir umr qamoq jazosini oladi. Va butun dunyoni shokka qo'ygan aka-uka Menendeslar hikoyasi. 1989-yil Beverly Hillsda boy oilaning bolalari Lyle va Erik ota-onasini o'z uyida shafqatsizlarcha yaqin masofadan otib tashlaydilar. Qotillik sababi boylik orttirish oson yo'li. Bugungi qahramonimiz Kanada fuqarosi, qo'shtirnoq ichidagi a'lochi Jennifer Penn, musiqachi, sinf aktivi, Farma universitetining studenti, bolalar kasalxonasidagi xolis yordamchi. Real hayotda esa maktabni bitira olmagan kafe ofitsianti, giyohvandlik moddasini sotib yuruvchi yigitning o'ynashi, ashaddiy yolg'onchi va qotillikni uyushtirgan shaxs. Han va Big Penn, Vyetnamda Pan deb aytiladi. Ular 1970-yillar oxirida Vyetnamdan qashshoqlikdan qutulish uchun Kanadaga ko'chib o'tishadi. Ular Torontoda tanishib, tez orada uylanadilar va Scarborough shaharchasiga ko'chib o'tib, Magna International avtoehtiyot qismlari zavodida ishlashga kirishgan. 1986-yilda qizi Jennifer 3 yil o'tgach esa o'g'illari Felix dunyoga keladi. Mashaqqatli ish tufayli 2004-yilda ular Torontoning shimolidagi Markham shahrida katta uy sotib olishadi. Ularning 2 mashinasi va taxminan $200,000 miqdoridagi jamg'armalari bor edi. Han va Big o'z farzandlarini qattiq nazoratda tarbiyalashgan. Jennifer 4 yoshidan boshlab fortepiano darslariga borib, shu bilan bir vaqtda figurali uchish to'garagiga ham qatnashgan. Jadvali juda zichligi sababli u ko'pincha yarim tungacha darslarni bajarishga majbur bo'lgan. Ota-onasi faqat a'lo baholarni talab qilishgan. Unga diskotekalarga borish, do'stlar orttirish taqiqlangan edi. 9-sinf o'rtalariga kelib, Jenniferning o'qishi yomonlashib ketdi va shunda u baholarni soxtalashtira boshladi. 11-sinfda Jennifer o'zidan 1 yil katta bo'lgan Daniel Wong ismli yigit bilan tanishib qoldi va ota-onasidan yashirinib bir-birlari bilan uchrasha boshlashdi. Simiy ma'lumotlarga ko'ra, Daniel narkotik moddalarning savdosi bilan shug'ullangan. Bu tanishuv Jennifer oilasini fojia tomon hisoblagichisini yoqib yuboradi. Jennifer tobora yolg'on botqog'iga botib borar edi. Soxta baholar, o'zi yasagan diplom va uydan chiqib ketish uchun har xil bahonalar. Maktabni tamomlagach, Jennifer matematikadan bitiruv imtihonidan o'ta olmaydi va universitetga ham kira olmaydi.
va ota-onasiga yolg'on gapirishga qaror qildi. Otasining xohishiga ko'ra farmakologiya yo'nalishi bo'yicha mahalliy universitetga o'qishga kirgan deb aytdi. Otasiga ko'rsatish uchun o'ylab topilgan mavzular, yasama konspektlar tutar edi. So'ng ota-onasiga Toronto universitetiga o'tishga qaror qilganini ma'lum qildi. Ota-onasi unga ishondilar va hatto o'qishga borish oson bo'lishi uchun haftaning 3 kuni universitet kampusi yaqinida yashaydigan Tapaz ismli dugonasi uyida qolishga ruxsat berishdi. Bu ham odatdagidek yolg'on edi. Aslida esa Jennifer sevgilisining uyida yashar edi. Fortepianodan dars berib, mahalliy kafelarda ofitsiant bo'lib ishlardi. 2008-yilda diplom olish kerak bo'lgan paytda Jennifer zalda joy yetmaganini bahona qilib, ota-onasini tadbirga taklif qilmaydi. Jennifer o'qishdan tashqari bolalar kasalxonasida ko'ngilli bo'lib ishlayotganini gapirardi. Biroq otasi unda hech qachon tibbiy kiyim yoki ish tartib raqamini ko'rmagandi va qizining ularni aldayotgandan shubhalana boshladi va orqasidan kuzatuv uyushtirdi. Ota-onasi dugonasi bo'lmish Tapazning raqamini bilib olishdi va Jenniferning aldov ishi fosh bo'ldi. Jennifer uchun ota-onasi tomonidan qattiq nazorat boshlandi. Shunda Jennifer ota-onasidan qutulish yo'llari va variantlarini o'ylab yurardi. Shu bilan bir vaqtda Jennifer sevgilisi Daniel bilan yana uchrashdi. U ota-onasidan qutulish istagini bildirdi va ular Jennifer bir necha $100,000 meros olishi hamda yangi hayot boshlashlari uchun o'ldirish harakatlarini tashkil qilishga qaror qilishdi. Daniel Jenniferga ikkinchi telefon va yangi sim karta berdi. Shuningdek, uni Penlarning uyiga hujum qilishga $10,000 ga rozi bo'lgan Linford Crawford bilan tanishtirdi. Qotillik kechasi. Jennifer uchun o'sha kun yetib keldi. Ukasining baxtiga bu kecha u kelmadi. Universitet kampusida yotib qoladi. Qolgan oila a'zolariga esa bunday baxt kulmadi. 2010-yil 8-noyabr kechasi. Han odatdagidek uxlashga tayyorgarlik ko'rayotgan, xotini esa raqs mashg'ulotlaridan so'ng dam olayotgan bir paytda Jennifer ota-onasini xayrlash uchun mehmonxonaga tushib keldi. Kirish eshigini sekingina ochib, yana o'z xonasiga qaytdi. Kechasi soat 10 atrofida Crawford va uning 2 sherigi uyga bostirib kirdilar. Ularning har biri qo'lida o'qotar qurol bor edi. Jinoyatchilardan biri darhol ikkinchi qavatga chiqib, Jenniferni qo'lga oldi. Undan $2,500 tortib oldi. Ular pul va qimmatbaho buyumlarni qidirib uy bo'ylab aylandilar. So'ng jinoyatchi qizning qo'llarini bog'lab, uni zinapoyaning ikkinchi qavatga olib boruvchi zinaga bog'lab qo'ydi. Shu payt Crawford boshqa sherigi bilan birga Jenniferning ota-onasini podvolga itarib olib tushdi. Boshlariga choyshab tashlab, o'ldirib tashladilar. Jennifer 911 ga qo'ng'iroq qilib, politsiyani chaqirdi. Qo'ng'iroq paytida otasining ovozini eshitib, uni tirik qolganini biladi. Where are you? What? Avenue Road. Yes. Can you spell the name for me, please? Dad? Ma'am. Hello. Yetib kelgan politsiya zinapoyada bog'langan Jenniferni, podvolda esa bosh qismiga 3 marta o'q otilgan onasining jasadini topishdi. Jenniferning otasi mo'jiza tufayli tirik qoldi. Uni zudlik bilan yaqinroq kasalxonaga, so'ng esa
samolyotda Sanni-Brukdagi gospitalga olib o'tishdi. U yerda uni sun'iy koma holatiga keltirishdi. Jennifer uchun og'ir davr boshlandi. 11 soatlik tergov. U o'zi yaratgan ssenariy bo'yicha adashmasligi va onasini yo'qotgan og'ir judolik rolini o'ynashi kerak. Amerika Qo'shma Shtatlarida tergovni audio va video yozuvlar bilan olib boriladi. Bu kriminalistikani o'rganishda, yolg'onlarni fosh qilishda, qotillarni topishda ancha yordam beradi. Hozir sizlar bilan birga tergovdagi yolg'onni fosh qilish parchalarini ko'ramiz. Tergovchi Jenniferdan o'sha kunni boshidan kechirganlarini aytib ber deb so'raydi. Shok holatidagi jabrlanuvchilar hikoyasi aslida hammasini birdaniga aytib berishga shoshiladi. Inson qayg'udan ezilib, o'z dardini gapirib berishga uringanida miyasi bu og'ir yuklamani bardosh bera olmaydi. Natijada nutqi uzilib chiqadi. Fikri yo'qoladi. Gapida tutilib qoladi va gapirish unga jismonan og'ir kechadi. Jenniferning nutqi esa ravon va osonlik bilan kunining har bir mayda detallarini aytadi. Bu esa yodlangan ssenariy bo'yicha gapirganini bildiradi. Going to visit my grandfather who was ill, and that she was going to go over pick up my aunt to go. Once we stepped out of the house, there were few. Ikkinchi suhbatda tergovchilar yolg'onchilarni fosh qiladigan yo'l tanlashadi va yana o'sha kundagi kechinmalarni aytib berishiga iltimos qilishadi. Bu yo'l detallarning bir-biriga mos kelishini aniqlaydilar. Jennifer ham buni bilib turibdi. Jennifer qo'liga e'tibor bering. U qo'llarini silab, o'zini tinchlantirishga harakat qilmoqda. Chunki u juda noqulay ahvolda va qo'rqmoqda. Bu ongsiz ravishda yuzaga keladigan himoya mexanizmi hisoblanadi. Natijada bir qancha bir-biriga tushmagan detallar topildi. Ya'ni qayerda qo'li bog'langani, qotillar kiyimida, pul miqdorida va boshqalar. Tergov davomida oddiy salfetkalar ham ish berishi mumkin. E'tibor bering. Tergovchi Jennifer yig'layotganda salfetka uzatadi. U esa ko'z yoshlarini artmaydi, burnini ham qoqmaydi. Jennifer o'zini yig'laganga solib, yuzini bekitib oldi. Salfetka butunlay quruq qoldi. Keyinchalik tergovchi bu faktni ham sud davomida aytib o'tadi. Tergovlar orasida Jenniferning otasi o'ziga kelib, hammasini aytib beradi. Ya'ni Jennifer qotillar bilan do'stona gaplashgani, qo'li bog'lanmagani va uyda bemalol yurganini aytib beradi. Shunda Jenniferni 3-so'rovga chaqirib, emotsional bosim o'tkazadilar va Jennifer qotillikni tashkil etganini tan oladi. Jenniferni kishanlab olib chiqib ketadilar. Tergovchilar Jennifer Pennning ikkinchi telefonini ochishga muvaffaq bo'ladilar. Ichida qotillikning aniq rejasi ochiladi. Jennifer Penn, Daniel Wong, Crawford va uning sheriklari aybdor deb hisoblanadi va butun umr qamoq jazosini oladilar. Jennifer oila a'zolari bilan muloqot qilish taqiqlanadi. Har qanday yovuz ish bir kunmas bir kun fosh bo'ladi. Bu soxta a'lochi Jennifer Penn hikoyasi edi. Chuqurroq ma'lumotga ega bo'lishni istasangiz, kommentariy qoldiring. Oxirigacha ko'rganingiz uchun rahmat. Obuna bo'ling va yangi mavzularni taklif eting.